Eshik g'ichillasa ham. Ha? Qo'ymaysizlar. Zamonamiz yaxshilanib ketyapti. Qarang, ilgari uyimizda yo'qdan kirib-chiqib qilgan telefon. Oylab, yillab poylab o'tirardik. Qachon davlat kelib qo'y berardi. Hozir mana endi qariyalar yo'lda tursa, chaqaloqning qo'lida ham telefoni bor, iPhone bor bo'lsin. Bir telefon chiqdi, balo chiqdi-da. Hozir qarab turibman, eshik orqasida onalarimiz o'ynayapti, kimlardir telefon ko'ryapti. O'ldi, ertaga toylarga hamma ko'radi uni. Hammaga reklama bo'lib ketasizlar. Zo'r kaset o'tdi, kelolmagandagi alam qiladi keyin. Telefon chaqaloq raddomdan chiqsa boshiga onasi telefon qo'yib qo'yapti Toshkentda. Men aytdim, kelin, ham telefonning bolaning miyasiga zarari bor. Bola chaqaloq, bir haftalik chaqaloq telefonda nima qiladi desam, voy aytgan ekansiz, xavotir olmang. Qorni ochsa SMS yozadi deydi. Chaqaloq SMS yozarmish. Hammada telefon bor. Taylarda ham shunaqami? Sizlarda ham shu ahvolmi? Internetda bo'lmasa telefon sovg'a qilaymikin deb turdim. Kimda telefon yo'q ayollar? Kimda telefon yo'q mana iPhone 16? Kimda yo'q? Hozir hammada bor edi-ku. Qo'lni qarang ko'pligi. Kimda yo'q telefon? Opa yo'qmi telefon? Yo'qmi telefoningiz? Rozimisizlar shu opaga bersam? Maylimi? Ismingiz kim? Ha? Gulbahor opaga hayit o'tib ketganimizda bitta hayitlik qilib, yangi 3 kun bo'ldi Gulbahor opa ochgan. Olib qabul qilasizmi? Bo'ldi. Faqat shunday berib olish yo'q, telefonlari bor yo'qligini tekshirishimiz kerak. Sumkangiz qani? Telefoningiz sumkangiz. Sumkasi ham yo'q? Voy bechora. Sumka turibdi-ku sizda. Sumkada yo'q Gulbahor opa? Ha? Qani raqamingizni aytib ko'ring, chipta terib ko'raman. Seriozmi tutmaysizmi telefon? Buncha baxtli, shuncha odam tayinlilar orasida ikkita baxtli odam bor ekan. Bittasi siz, bittasi men. Men ham tutmayman, bu xotinimniki. Tayinliga ketyapsiz, mana qo'limga yoqib berib yubordi, lakatsa qilib. To'g'ri qilasiz Gulbahor opa. G'irt bosh og'ridi. Men o'zi telefon chiqargan odamni oyisini qidirib yuribman. Peshonasidan qilib o'qib qo'yaman. Lekin yaxshi narsalar ham bor telefonda. Ibratli narsalar chiqib turadi. Buni ustiga o'zbek estradasini xolishlari birinchi yangi qo'shiq yaratilsa, darrov internetga qo'yishadi. Telefon orqali hozir televizorda ham emas, telefonning o'zida ko'rib olish mumkin. Ana shunaqa chiroyli qo'shiqlarni Instagramida, bizning davrimizda Instagram ham bo'lmagan ekan. Ha, otaxonlar? Ha? Instagram bo'lganmi yoshligimizda? Bo'lmagan. Instagram bo'lgan aniq. Lekin Instagram bo'lmagan. Ijtimoiy tarmoqlarga joylab muxlislarni xursand qiladigan yana bir xonandani sizlarning huzuringizga taklif qilaman. Nihol davlat mukofot sovrindori. O'zi ham go'zal, ko'zi ham go'zal, kuy qo'shig'i, so'zi ham, odobi ham go'zal. Singlimiz Ichki ishlar vazirligi yoshlar raqs ansamblining xonandasi Shahnozaxon Otaboyevani chiroyli qarsaklar bilan ko'rasizlar. Shahnozaxon Otaboyeva. Sho'x-sho'xida raqsni ko'rishadi.